Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu fazilatlari. Sa'd ibn Abi Waqqas o'zining jannatligini hayotida eshitib ketgan 10 kishining bittalaridandir. Va ota-onam fido bo'lsin degan so'zni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan eshitgan yagona kishidir. Biror bir kishiga payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ota-onam fido bo'lsin demaganlar. Ham otalarini ham onalarini fido bo'lsin deb aytmaganlar. Magar Sa'd ibn Abi Waqqasga aytganlar. Sa'd ibn Abi Waqqasning qizlari Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadiki, bu Oysha boshqa Oysha, ya'ni Sa'd ibn Abi Waqqasning qizlari. Laqad makatha abi yawman ila al-layl wa inna lahu la thuluth al-islam. Dadam ertamandan kechgacha yashaganlar islomning 3dan biri bo'lib degan ekanlar. Ya'ni yer kurrasida 3ta musulmon bo'lgan, 3-chilari Sa'd ibn Abi Waqqas bo'lgan. Islomning 3dan biri bo'lib bir kun yashaganlar. Ertamandan kechgacha shu vaqtda hech kim islomni qabul qilmagan 3-kishi Sa'd ibn Abi Waqqas bo'lganlar. Islomni qabul qilganlardan keyin ertalab qabul qilgan bo'lsalar, kechgacha hech kim avvalgi Muhammad alayhisalom, Xadija kubro, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan tashqari olinsa, Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas bo'lganlar. 3 kishi islomda, ya'ni islomning 3dan biri bo'lib dadam yashaganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Uhud kunida ota-onam fido bo'lsin degan so'zni aytganlar. Islomda kamon otgan, birinchi kamon otgan zot Sa'd ibn Abi Waqqasdir. Irmiya Sa'd fadaka abi va ummi. Ota-onam fido bo'lsin, oting ey Sa'd degan ekanlar.